Bugun sizlar bilan Amira Rashidovaga to'qigan zakazim haqida gaplashamiz. Ochig'ini aytaman, o'zim ham Amira Rashidova menga kun kelib zakaz beradi deb hech ham o'ylamagandim. Hozirgi kunda hamma blogerlarga pul berib reklama qildirib yurgan vaqtda menda naq 3 ta zakaz Amira Rashidovaning o'zlaridan zakaz tushgani kutilmagan hodisa bo'ldi. Birinchi marta makrame ipidan boshlaganim uchun ichimda ozgina qo'rquvlarim bor edi. O'xshasa o'xshadi, o'xshamasa pulini olmayman va zakazni atmay qilaman deb tavakkaliga boshlagandim bu ishni. Boshida ishim o'xshadi, juda ham chiroyli, xuddi rasmdagi bo'lib o'xshab chiqishni boshlaganda, keyin bildimki, men iplarimni razmerini hammasini noto'g'ri kesib qo'ygan ekanman. Yarmiga yetib qolgan ishimni hammasini kesib tashlab, qaytadan ip olib kelib to'qidim. Ikkinchi urinishim bekor ketmadi. Ular xohlagandek xuddi o'xshab chiqdi. Tayyorlab bo'lib ularga jo'natgan birinchi ishim yoqdi. Qaytadan yana 2 ta zakaz berganlarida o'zimda juda ham katta energiyani his qildim, chunki boshida qo'rquv bilan boshlagan ishim kun kelib menga yana 2 ta zakaz olib keladi deb o'ylamagandim. Agarda siz ham endi ish boshlagan bo'lsangiz, tavakkal qilishdan hech qachon qo'rqmang. Qilayotgan ishingizni ko'proq pul topish maqsadida emas, o'zingizni tajribalaringizni orttirish uchun harakat qiling. Shunda siz haqiqiy natijaga erishasiz va ishingizni eng ustasi bo'lib yetishib chiqasiz.